Ramazan ey nijotliq uyidir. Abu Said radhiyallohu anhudan Buxoriy rivoyat qilgan bir hadisda Payg'ambar alayhissalom kimki Alloh taolo yo'lida bir kun ro'za tutadi ekan, Alloh taolo bu kunning yuzidan u kishini do'zaxdan 70 yillik musofaga uzoqlashtirdi degan. Arab tilida 70 va 7 sonlari ko'plik va kamolatni ifodalaydi. Xuddi Uyg'ur tilidagi 9 va 90 sonlari 9i tal bo'ldi va 90i to'ldi degan iboratdagi kamolat va ko'plikni ifodalagandek, bu hadisdagi 70 ko'plikni va mangulikni ifodalaydi. Buningga binoan bu hadisning ma'nosi Alloh taolo yo'lida bir kun ro'za tutgan kishi do'zaxdan mangu uzoq qilinadi deganlik bo'ladi.